siz jarayonlaringizni yakunlay olishingiz uchun yoki hayotingizdagi birorta siz istagan xohishingiz bo'lishi mumkin. Bularni aktiv holatga keltirish uchun sizga sifatli energiyalar beriladi. Ilk norma qayta-qayta berilayotganda bu narsa aynan dekabr oyida kuchayadi yana. Va bu kuchaygani, bu narsa berilayotganidan xursand bo'lish kerak, rahmat aytish kerak borliqqa. Chunki sizni xohlayapti, sizda kuch bor, energiya bor, uni aynan hal qila olasiz, hozir hal qila olasiz va hal qilib buni yoping bu vaziyatni. Shu uchun beriladi. Endi har bitta qilayotgan ishingiz, harakatingiz, o'tirib masalan ozgina praktika qildingiz, initiatsiya ichdingiz yoki qaysidir amaliyotda ishtirok etdingiz, mana shu dekabr oyida hammasi siz uchun foydali bo'ladi. Hammasi boshqa vaqtlarga nisbatan sifatli holatga olib chiqib beradi o'sha har bitta qilgan amaliyotingiz. Yoki o'tirib qaysidir vaziyatni yakunlamoqchisiz. Takrorlanayotgan vaziyat yo hal bo'lmayotgan vaziyat aynan mana shu oyda qiladigan bo'lsangiz, sifatli energiyalar sizga yordam beradi. Buni jarayonni yakunlashi har xil holati bor, to'g'rimi? Biz uni sifatli holatda, sevgida yakunlasak, bu jarayon bo'ldi, butunlay hayotingizdan chiqib ketadi, qaytib kelishda ma'no bo'lmaydi. Bu vaziyatni vaqtinchalik og'riq orqali ham yakunlash mumkin, lekin ma'lum vaqtdan keyin qaytadi. Shuning uchun sifatli holatda, sevgida yakunlashingiz uchun eng maxsus oy bo'ladi. Agar sizda har biringizda qanaqadir reja bo'lsa, bu oyda anchadan beri rejalashtirib yurgan bo'lishingiz mumkin, qanaqadir kursda ishtirok etish yoki individual konsultatsiya olish eng samarali, muhim hisoblanadi jarayonlaringizdan sifatli holatda yakunlab o'tishingiz uchun. O'zizni harakatingiz bor va bundan tashqari tashqi tomondan, borliq tomonidan berilayotgan energiya ham bor-da. Bu ikkalasi birgalashganda yanada kuchayadi. Shuning uchun buni e'tiborga olish kerak bu oyda.